Mana 60 talik konteyner uстановка qilib berdik to'yxonaga. Buni o'rnida Artel turuvdi. Artelni remont qilib ko'rdik, o'xshamadi baribir. Keyin uni yechib olib tashladik. O'rniga mana 60 talik Media qo'yib berdik, o'zimiz ishlaydigan brendni qo'yib berdik. Yaxshi, zo'r ishlatma. Eski Artelni bari olib tashladik, bu ishlamadi. Hoji bu yaxshimi? Yoqdimi? Endi dars ishlatib bo'lamiz. Ha, dars xudo xolasa. Dars bir oy ichida qanaqa ishlar ekan? Qanaqa bizga rezultat berar ekan? Zo'r bo'ladi. Shu yerda o'tirganlar shamollab qoladi lekin. Zo'r, mana klientga ham yoqdi. Yaxshi, 1650 dollarga olishdi. Inverter emas, bez inverter, endi sharoitga qarab. Yaxshi, mana bu 24 metrgacha ham shamoli keladi buni. Kuchli. Yaxshi bo'ladi. Bu yerda bu konseynerlar sekin-sekin almashtiramiz deyapti. O'shani harakatida. Mana bu burchakda ham bitta Artel bor. Nari chekkada bitta grey bor, lekin u greyni juda maqtashyapti. Yaxshi deydi uni. Eski birinchi vipsga greylar ular. To'xti ko'proq edi, lekin yaxshi. Yaqinda bu yerda konseyner remont qilgan ham kelganmiz. Naryoqda